Iltimos, eshikni och. Iltimos. Anton ismli bu odam bilan Parijda mana shunaqa dahshatli voqea sodir bo'ldi. Antonning aytishiga ko'ra, kun davomida uni orqasidan mana shu shubhali odam kuzatib yurgan. Shu voqeadan keyin ertasi kuni to'satdan uni eshigini kimdir taqillatadi va bu kecha uni kuzatib yurgan shubhali odam bo'lib chiqadi. Uni hali ham shu yerdaligini bilmayman. Men politsiyani chaqirdim. Ular 10 daqiqada kelishlari kerak. Biroz sukunatdan keyin eshik yana taqillaydi. Anton kimligini bilish uchun eshikning ko'zidan tashqariga qaraganida esa u mana shu manzarani ko'radi. Lekin Antonning baxtiga esa politsiya vaqtida yetib keladi. Salom janob. Sizga bu yerda turish mumkin emas. Yuring. Yuring biz bilan. Shu joyida bo'ldi, Anton bu shubhali odamdan qutuldi deyishimiz mumkin. Lekin 24 soat o'tgandan keyin esa Antonga kutilmagan qo'ng'iroq kelib tushadi. Salom, bu janob Rakami? Ha, shunaqa. Biz ariza bo'yicha kecha sizni kuzatgan odamni hibsga olish jarayoniga kirishgan edik va u oldin hech qanaqa jinoyat sodir etmaganligi, umuman olganda hech qanaqa qonunni buzmaganligi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Shu sababli biz uni qo'yib yuborganligimiz haqida sizga xabar bermoqchi edik. To'xtang, u meni yana kuzatib kelsa, men nima qilishim kerak? Siz bizni yana chaqirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Bundan keyin politsiya rosa ham o'sha shubhali shaxsni ozod qilishadi. Endi esa u ozodlikda o'zini g'alamis niyatlarini amalga oshirish ilinjida yurgan bo'lsa ajab emas. Eng qizig'i, voqea shu joyda yakunlangan. Antonni yana o'sha shubhali odam kuzatib kelganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Shunday ekan, siz nima deb o'ylaysiz? Voqea qanday yakunlangan? Va Antonning o'rnida siz bo'lganingizda qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? O'zingizning fikr-mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha